Assalamu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bag'at aka avtosavdo kanalining obunachilari. Bugun 10 oktyabr 2025-yil. Navbatdagi savdomiz mexanika korobka Cobalt avtomobili bo'ldi. 2013-yilda ishlab chiqarilgan metan gaz yumshoq balon, chexol, polik hamma navratlari qilingan tayyor avtomobilimizni o'zlarimizning Bag'atli Matyakubchi atamizga 77 million so'm naqd pul berdik. Ata razımız savdodan? Razımız. Ben minnettarman. İşi Bağat aka avtosavdosuna rahmet. Alyankı başka nelerden bakarsa arzan. Gelişirgen halda berədəyən maşinları. Rahmat ata, yaxshi tilaklar uchun. Yaxshi günlərdən nasib qilsin bizlar ham. Keyingi yillar xudo xolasa bundan ham katta mashinalarni berib o'tiradi. Do'stlar, kuzatamiz, satgan mashinamiz 2013-yilda ishlab chiqarilgan yumshoq balon, metan gaz, chexol, polik monitorlarına çatılan tayyor avtomobilimiz. Üzerimizde Bağat'a gittiğimiz yurttaşlar 77 milyon so'm naqd pul bo'ldi. Kelaverasizlar, shunday zo'r senalarda mashinalar ko'p, bemalol kelib arzon kelish savdo qilib ketaverasizlar. Sizlardan shunday sotiladigan mashinalaringiz bo'lsa, kelishlaringizni tavsiya qilamiz. Kelishsak naqd olamiz, kelishmasak sotib berish variantlari bor. Kelaverasizlar.